Bunyodkorda dublda yurganimda dublga chaqirishgan Tirnoqaga o'yinga qo'yishgan. Agar ko'proq o'ynaganimda Astonga ham chiqishim mumkin edi. 16 yoshimda orzuyim edi Astonda o'ynash. Shundan 18 jo'natib olishdi meni. Bizga tortmaydi bu daftarlar. Futbol haqida gap ketarkan, siz juda ham jussasiz, kichkina, juda ham bunjon, oz o'yinda bola bo'lasiz. Juda ko'plab yoshlik kelgan murabbiylarimiz aynan mana shu jismoniy holati sababli sizdan futbolchi chiqmasligini aytgan ekan bir necha marotaba. Bu narsa ruhan sindirib qo'ymaganmi? Ha, bu gaplarni juda ko'p aytishgan. Chunki sen bo'ying kichkina bo'lganman. Sendan futbolchi chiqmaydi deyishgan. Lekin men o'zim har doim o'zimga ishonganman. Men har doim qiyinchilik bilan kelganman.